Men bola mana ketdi. Kichkina bola. Avtomobilni boshqarishga birinchi marta qachon va qanday qiziqib qolgan edingiz? 9-10 yoshlarda juda qiziqish uyg'onganda. Hozir necha yoshsiz? 15. Bitta mashina drift qilib, gazni bosib yurgandi. Bitta ko'chada ko'rdim. Rulda o'tirgan bo'lsangiz, nechaga chiqib ketgan? Spidometringiz? Оборотga qaradim, 3-4 mingga chiqib ketdi, lekin tezligi o'rtog'im qaragan ekan, 25-30 dedi. Birinchi marta o'tirganingizda kim bor edi yoningizda? Akam bilan shu oyimga o'tirishgan. Siz bilarmidingiz? Hali sizga haydash mumkin emas. 10 yoshingizda. Shu mas'uliyatni his qilsam, bu o'nchoq emasligini, bu mashina gazni bossa, eplolmay qolishini yonida o'tirib haydatganman, qaytib umuman beso'roq bitta o'zi haydab chiqib ketmasligini tushuntirgan edim. Qayerga o'tirib ketyapti deysiz, ayting mahallada. Usta aylanish. Nima his qilmoqchi edingiz? Qani ayting. Hamma qarashimda. Demak siz e'tibor o'zingizga qaratmoqchi edingiz, qo'shningizni ko'rib gaz bosardingiz. Qo'shnimni ko'rib emas, kamerani ko'rib. Men kameradan o'zi qo'rqaman-da, shuning uchun bosib qoldim. Nima deb o'ylaysiz? Qo'shningiz to'g'ri ish qilgan? To'g'ri ish qilgan? Shundan keyin endi siz rulga o'tirmaysiz. Yo'q. Aniq. Aniq. Sizga ichki ishlardan, GAIdan telefon qilishdi. Men qo'rqib ketdim birinchi. Nimadir hodisa ro'y bergan deb o'yladim, to'g'risini aytsam, nimadir qilib qo'ygan bu deb o'yladim. Prosta haydagan emas. Yoki bu kimgadir nimadir qilib qo'ygan yoki bunga nimadir qilgan. Mashinani oldidan bir yosh bolami, qariyami, kimdir chiqib qolarmidi? Menda lekin bolalar chiqmagan, mashina chiqib qolgan. Mashinani o'zi chiqib qolgan-a? Mashina o'zi chiqqan. Xo'p, qo'rqqanmisiz o'shanda? Qo'rqib ketib qolganman. O'shanda ham mana sizni orqaga tortmaganmi bunaqa holat? Qo'rqib qolgan. Keyin o'zimi yoki tashqaridan bitta kimdir o'sha yo'lda yurayotgan odam siz o'zingiz kechira olarmidingiz? Shu qiziqishini qo'llab-quvvatlagan odam siz bo'lasiz. Hozir o'zida men shu mashinam turgani, meni mashinamni haydagani, men bitta ota-onamni men bitta bezovta qilishganini o'zida o'sha shuni o'zi ham menga o'sha og'ir bo'ldi-da. Siz qayerda edingiz? Mashina uyda bo'lgan bo'lsa, Istanbuldamidingiz? Qilotgan bo'lganman. Bildirmasdan olib chiqib ketgansiz. Shunaqa. Adangizga nisbatan chora ko'rildi. Siz o'sha yerda o'tirdingiz. Ko'rdim, o'sha yonlarda edim. O'sha eslang, nima his qildingiz? Shu vaziyatda shu kameradan qo'rqib ketdim, keyin adamdan ham qo'rqdim-da, gap eshitishdan. Adam birinchi bo'lib meni urishdilar. Ne mashina haydatyapsan? Keyin men tushuntirdim. Keyin chiroyli so'zlar bilan buni urishib berdilar. Sirazi o'sha xayolim keldi, bu hali voyaga yetmagan. Nima bo'lsa, через ota-ona chora ko'rilishi juda g'azablandim. O'zingizni aybdor deb his qildingizmi shunda? Aybdor deb his qildim. Birinchi so'rab chiqib ketdingmi dedilar. Yo'q dedim. Ne so'ramasam chiqib ketding dedilar. Demak, so'rab olib chiqib ketish mumkin. Yo'q. Bekorga pravani 18 yoshdan keyin emas berilishi, eplolmaganning hisobiga berilmaydi deb tushuntirganman. Siz qo'llab-quvvatladingiz-da, mayli keyin o'tira qol mana, haydab ko'ra qol degan. O'zingizni hozir mana shu holatda bog'liqligingizni, meni ham aybim bor shunda, mana shunaqa narsada his qilasizmi o'zingizni? Aybim o'sha birinchi marta shu telefon bo'lganini o'zida haydab chiqqanini eshitganim o'zida his qildim. Bekor unaqami bari yosh bola bo'lar ekan. Kerakli tomonlama qabul qilmas ekan degan xulosaga keldim. Lekin adangizga nisbatan chora ko'rilgani bo'yicha hech narsa his qilmadingiz, siz tushunmadingiz buni. Mumkin emas u beso'roq chiqib ketish, o'zi ashita haydash mumkin emas. Katta xatoyim shu mashina haydagani. Nimani his qilyapsiz? Ota-onamga jabr qilganimda. Voyaga yetmagan bolalarga nima deyardingiz hozir? Yosh bolalarga bermasligingda mashina. Pravo olib, tegishli hujjatlar bilan haydash. Yoshsizlar hali nima deydi, to'g'ri anglab yetmaysizlar baribir. Kattalarning gapi, kattalar gapiraveradi deb qabul qilishadi yoshlar. Mashinani manaman degan Schumacher ham kerak bo'lsa boshqara olmay qoladigan vaziyatlari bo'ladi. Tim bo'li mahallada boya aytilgandagi odam chiqib qolishini hech kim nazorat qila olmaydi. Mana endi kattalarga murojaatingiz. Kattalarga murojaatim, bolani ko'ngliga qarash kerak emas. Ertaga o'sha bolasimi, ukasimi uni ko'ngliga qarayman deb ertaga kimnidir ko'z yoshiga sabab bo'lishi mumkin. O'zingiz jiddiy nazorat qilasizmi? Endi vaziyatni qo'lga oldingizmi? Shunaqa ish qilgandan keyin обязательно endi qattiqroq qarayman degan xulosaga keldim bu taraflama. Tushuntirdim, bu yog'iga ham o'zim qarab yuraman. Boshqa mashina ruliga o'tirmayman, boshqa haydamayman. Tegishli hujjatlar bilan, prava bilan olmaguncha rulga o'tirmayman.
Lekin yurganda ham qoidalarga rioya qilib yurasizmi? Ha, qoidalarga rioya qilib yuraman. Qiziqarkansiz, demak qoidalarni ham hozirdan o'qiyapsizmi? Ha, Hamma qoidalarni bilasizmi? hammasini emas. 327 nima znak? To'xtash taqiqlangan zina.